Do'stlar, mana shu kitob haqida juda ko'p fikrlar bildirildi, juda ko'p insonlar o'z bolaligini esladi. Mazkur kitob buyuk o'zbek pedagogi Oqilxon Sharafuddinov tomonidan yozilgan. Bu inson o'zbek pedagogikasida juda katta xizmatlar qilgan. Ya'ni tasavvur qiling, 1938-yildan boshlab alifbe darsligini yozgan ekanlar ushbu inson. Joylari jannatda bo'lsinlar. Va mana shu aynan shu soni, alifbeni shu soni 1960-yildan boshlab toki 90-yilgacha insonlarni savodini chiqargan ekan. Tasavvur qiling, 30-35 yil davomida bitta kitob, mana shu kitob barcha birinchi sinfdagi o'sha birinchi kitobi sifatida butun bir xalqni o'qitgan desak bo'ladi. Va juda ko'pchilik so'ragan ushbu kitobni bering deb. To'g'risi, bu kitob shaxsan o'zimniki emas, shuni ham kimniki bo'lsa ham bu bitta dona xolos. Va biz hozir bularga tayinlab bildirdikki, mana shu kitobni elektron nusxada birga bir qilib tayyorlashibdi. Va mana shu mana qaranglar, hammasi kitob o'zi ham juda zo'r saqlangan ekan. Elektron variantda, PDF variantda olish uchun mana shu Telegramda kitob 91 deb poyezd bersangiz, sabachka kitob 91 deb shu kitobni elektron variantida tashlab berishar ekan. Qarang, dahshat. Mana bunday o'sha paytdagi endi nima deydi? Ideologiya deydi-yu, ideologiya shunday bo'lgan, o'shanday turli xil o'sha davrni, sobiq SSRni eslatib turuvchi rasmlar ham yo'q emas. Bu to'g'risi oxirgisi varaqlarida, ayniqsa o'sha shunday. Qarang, mana oxirida bitta rasmni ko'rsataman. Demak, ushbu kitobni olib, rangli qilib o'zingiz bemalol chiqarib olishingiz mumkin. Aynan rangli tarzda chiqarish uchun sifatli tayyorlashibdi. Murojaat qilishlaringiz mumkin ekan. Rahmat hammaga.